Xiva hududi qamal qilingan vaqtda shahar aholisini suv bilan ta'minlagan Sardoba, xalq tilida Xiva quduqi bugungi kunda butunlay qurib qoldi. Rivoyatlarga qaraganda 19-asrda qurilgan Sardoba o'z vaqtida butun shahar aholisini uzluksiz suv bilan ta'minlab turgan. Lekin Muhammad Rahimxon bir davrida Sardobaga javob beruvchi shaxs, xon maslahatchisi Qutlumurod Inoq aholiga suvni sotgan degan rivoyatlar mavjud, lekin tasdiqlanmagan. Assalomu alaykum. Suv nechasimi boyata? 10 tanga. Buni qimmat. Dollarni kursi nechasimi bo'lib turdi deb o'ylaysan ya? Qisqasi, xalqdan majburlikdan suv uchun pul olgan Qutlumurod Inoq vafotidan keyin jasadini shu maqbara ostonasini go'mishlarini so'raydi. Zero men xalqqa suvni sotib ko'p gunoh etdim. Shu tariqa eshikdan girgan odamlar qabrimni bosqilab, gunohlarimni do'ksinlar degan ekan. Yana bir marta takrorlaymiz, bu gaplar fakt emas, rivoyat. Lekin 15 yil oldingi qazilma ishlarida bino ostonasidan jasad topilgan.